450 ming dollarga Toshkent shahar, Yunusobod, shundoqqina Megaplanet Qarshida joylashgan Megapolis ijro kompleksidan katta kvadraturaga ega bo'lgan komplekt holatdagi xonadonimiz sotuvga chiqyapti. Ko'rayotganingiz 14-qavat, 13 hamda 12-qavatlari. 3 qavatli xonadon. Stol suv zonasi, shaharga qaragan oynalar bilan bemalol choy ichishlik, mehmonjonlar uchun maza qilib choy ichsa bo'ladi. Xo'p, chiroyli qandillari, premium klassda beradigan shunaqangi chiroyli vidlarga ega. Patologlarimiz ancha baland. Xo'p, bu tomonga yuradigan bo'lsak, oshxona, ko'rayotganingiz, kuxonniy mebellari, barcha mebel texnikalari juda ham sifatli mebellarda mebellab qo'yilgan. Xo'p, nariyoq tomonda o'tirib choy ichishlik uchun отдельно yana zona qilib qo'yilgan. Nariyoq tomonda, ya'ni orqa tomonni, shaharni nariyoq tomonni ko'rishlik imkoniyatiga ega biz. Xo'p, u tomonda esa uyga kirish qismimizda bu umumiy zaldan pastga tushsa bo'ladi, ya'ni 13-qavatga. Xo'p, 13-qavatda shunaqangi zinalar orqali tushsak bo'ladi. Bu uyga kirish qismimizda hol, to'g'riga yuradigan bo'lsak, sanuzul, umumiy sanuzul. Ko'rayotganingiz komplekt barcha mebellari, toshlari, barcha ranglarimizga e'tibor berishingizni so'rayman. Chap qo'lga qaraydigan bo'lsangiz, bolalar uchun yotoqxona. Juda ham chiroyli, ko'zga yoqimli ranglardan foydalanilgan. Buni yonginasida kattalarimiz uchun yotoqxona qilib qo'yilgan. Uyimiz premium klassda. Endi 12-qavatni olib tushib ko'rsatamiz. So'nggi qavatimiz. Lestnitsa orqali tushganimizda shunaqangi hol, chiroyli shunaqangi oynalar, dekoratsiyalar va umumiy smeshonda qo'rilgan studiya formatdagi spalnimiz hamda bu tomonda TV zonamiz qilib qo'yilgan. Juda ham katta kvadratura. Va umumiy sanuzildan tashqari, ya'ni yuqoridagi sanuzillardan tashqari bu qavatimiz o'zida ham xonamiz uchun ajina shunaqangi chiroyli qilib qimmat toshlarni yopishtirib sanuzillarini qilib qo'yishgan. Uyimiz umumiy 226 kvadrat hujjatimiz bo'yicha. Narxi 450 ming. Qiziq bo'lsa, pastda raqamlarimizdan qoldiramiz. Hoziroq aloqaga chiqinglar, kelib ko'rib, o'zingizlar ko'zlaring bilan batafsil ma'lumotini olinglar.